Hello everyone. Hello dears. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan biz seferga tayyorlanayotganlar uchun reading kitoblarini ko'rsatib beraman. Ya'ni eng kerakli reading kitoblar va ularni foydasini ham gapirib o'taman. Hop, birinchi kitobimiz bu Cousin Effect. Cousin Effect kitobi nima uchun deydigan bo'lsak, bu kitobda turli xil ma'lumotlar va juda ham ko'p lug'atlar bor. Lug'atlar alohida ajratib ko'rsatilgan bo'lib, u lug'atlarning tarjimasi ingliz tilida meaning konteksti berilib qo'yilgan va bu kitobdan men o'rganganlarim juda ham zo'r so'zlar bo'lib, ular darajalari katta daraja. Ya'ni bu kitob o'zi B2 level bo'lsa, uning ichidagi so'zlar C1 levelga ham chiqadi. Ba'zi so'zlar C2 levelda ham chiqqanini o'rganayotgan paytim. Buni albatta siz Google'dan o'rganib, qidirib o'rgansangiz, aynan meaningni, uni leveli, hamma narsasini bilib olasiz. Ikkinchi kitob xuddi shu Cousin Effect'da, ikkinchisi Concepts and Comments. Concepts and Comments kitobi xuddi shuni 4-darajasi, ya'ni bu C1 daraja yoki B2+ darajada bo'ladi. Bu kitobda ham xuddi shu aytib o'tganlarimdek bo'ladi va bunda mashqlar ko'proq bo'ladi. Xuddi Cousin Effectga o'xshab, lekin Cousin Effectda mashqlar ko'proq bo'ladi. Uchinchi kitobimiz eng zo'r kitob. Bu kitobni men o'zim sinab ko'rganim uchun buni men birinchi o'ringa qo'yaman. Ya'ni Topical News, ya'ni Guardian Weekly. Bu kitobda foydalari juda ham ko'p va bu kitobdan Cousin Effect yoki Concepts and Comments'da o'rgangan lug'atlarimiz emas, undan ham zo'rroq, undan ham ko'proq lug'at chiqadi. Ya'ni oldingilarda biz 20 ta lug'at, ya'ni o'zimiz bilmaganlarimizga qo'shib 20 ta lug'at topgan bo'lsak, bu kitob orqali biz bemalol 30 ta 40 ta lug'at topsak bo'ladi. Yana ham foydali videolar uchun menga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosib, kolokol bosib qo'yamiz.